Jinsiy zaiflik hozirda hech qanday muammo emas. Hozirda juda ko'pchilik erkaklarda 50 yoshdan o'tgandan keyin asosan saharniy diabet bilan kasallangan bemorlarda yoki nevrologik kasallik yoki yurak-qon tomir sistemasida kasalliklari bor bo'lgan bemorlarda jinsiy zaiflik uchrashi mumkin. Jinsiy zaiflikni hozirda muammosi hal qilingan. Buni agar jinsiy zaiflikda hech qanaqa dori-darmon bilan hal qilish imkoni yo'q bo'ladigan bo'lsa, bunda jinsiy organga protez qo'yiladi. Bu protez hamma muammoni hal qiladi. Hozirgi bo'ladigan operatsiya bemorimizda jinsiy zaiflikning og'ir darajasida bir komponentlik protez qo'yildi. Ko'pchilik savol beradi. Protez qo'yilgandan keyin xohish yoki sezishlar qanaqa bo'ladi? Bular hammasi orgazm yoki sezish hammasi o'zgarishsiz qoladi. Faqat bunda qon aylanishi muammo bo'lganligi uchun protez bu muammoni hal qilib beradi. Agar sizda jinsiy zaiflik muammosi bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Bu muammoni hal qilib beramiz hamda bu muammo yoki bu qilinadigan ishlar hammasi sir saqlanadi.